Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan biz milliy sertifikatning 33 va 34 va 35-savollarini ko'rib chiqamiz. Hop, ketdik. Fig'on otiladi jonsiz bag'rimdan deyapti, keyin qavs qilyapti. Bu agar gapda qavs kelsa, bu har doim kiritmali gap bo'ladi. Chunki kiritmali gapni nima deydi, o'chirib qo'yamiz. Shuni javob bo'ladi. Va keyingisi shirin muhabbatingdan mujda ber. Keyin deyapti mana mayli degani uchun mayli bu albatta mayli bo'lsa hammasi bu so'z gap bo'ladi. Bu javob bo'ladi. Endi umr deyapti. Qayerga ketdi shuncha vaqtlarim oltinga teng damlar ketdi-ku shoshib deyapti. Umrdan keyin unda o'qib qo'yapti va umrda ifodalab berdi. Bu har doim masalan bitta so'zdan iborat bo'ladi va keyin uni ta'riflab bersa bu atov gap bo'ladi. Shuning uchun